tillar birroq, Ana. aql zo'r. 2 yosh bo'lsa ham 4 yoshda aqlini beryapsizlar. Yaxshi. Bolam Cherepnoy, kasalliklar tashxisi bilan kelganmiz. Klinikamizda doimiy bemori, qirolichalardan yana biri, adashmasam 8-marta kelgan. Birinchi kelganimizda umuman ko'nmasdi. Degan odamlardan qo'rqib yig'lardi. 2-3 kurs lecheniyadan keyin rezultati yaxshi. Har 2 oyda kelib lecheniya oldik. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Tillar birroq. Ana. Aql zo'r. 2 yosh bo'lsa ham 4 yoshda aqlini beryapsizlar. Yaxshi. Ishimiz Ishimizdan shuna deyishyapti. Qolganlarga ham tavsiya qilaman. Chunki biz 1,5 yosh bo'lganda kelgan bo'lsak, ungacha boshqa joyda rezultat uncha bilmaganmizda. Bularni boshiga kelganda farzandlarda nutq yaxshi emas, harakat yaxshi emasdi. Bizni aynan mutaxassislarimizni, jamoamizni, terapiyalarimizni nevrologik muammo bo'lsa, qay darajada ochiqchasi taklif bergan bo'lardingiz? Ichingiznikini ayting. Bal berayotgan bo'lsa. 100%. 7-marotaba yotib turgan bo'lsam, Shirilar bilan birga yotdimda, aylanib kelishganda masalan, apparat bo'lsa, elfika yo'q. Elfika bo'lsa, massaj yo'q. Bitta jam hammasi. O'sha natijani zo'r qilish uchun, o'sha uchun ikkilanmasdan bizni klinikani tanlashingizni taklif qilgan bo'larmidik? Albatta, 100%.